Bugun biz qaysi biri tezroqligini bilib olamiz. Uyda tayinlangan club sandwich yoki restorandan zakaz qilingan va eng muhimi qaysi biri mazaliroq va arzonroq. Boshladi. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Akbar va Pamil Choy kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda uyda o'zim club sandwich tayyorlab ko'raman va restorandan zakaz qilib solishtiraman. Qaysi biri tezroq, mazaliroq va eng asosiysi arzonroq chiqadi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bugungi club sandwichni tayyorlashga bizga kerak bo'ladi mayonez, sir, salatni list и toster noni kerak bo'ladi va eng asosiysi tovuq ham kerak bo'ladi bizga. Har xil ziravorlarni qo'shib o'ramiz. Tovuqni marinovka qilishga bitta pomidor, bitta bodring o'zi yetadi. Va bu ingrediyentlar bilan biz restoranni club sandwichini sindirib tashlaymiz, ishoninglar. Hozir tushib kommentariyada yozib ketinglar, kimni club sandwichi chiroyliroq, mazaliroq va arzonroq chiqadi. Men tayyorlagan club sandwich uyda yoki restorandan zakaz qilingan. Go. Meni ingrediyentlarim hammasi tayyor. Shundoq startda turibdi. Birinchi bo'lib zakaz qilamiz club sandwichimizni. Fedapdan zakaz qilmoqchiman, chunki Fedapda club sandwich yaxshiroq deyishgan. Shuning uchun davom ketib zakaz qilamiz. Sandwichimizni 39 minut turadi. Yonida bonusiga free ham borgan mayli. O'tib ketdi. Hop, dastavka 25 minut 35 minut vaqt olar ekan. Lekin ishoninglar, men tezroq tayyorlayman. Yoki nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Restoran tezroq olib kelib beradimi menga yoki men uyda o'zim tezroq tayyorlayman. Bo'lmasa unda boshladi. Restoranimizning zakazimizni qabul qildi. Unda men tezroq bo'lishim kerak. Restoran уже tayyorlash boshladi. Mana 34 minut ko'rsatyapti. Men tezlashishim kerak. Maksimal darajada tezlashishim kerak. Hop, birinchi qiladigan ishim bu tovuqni kesib olaman. Ako chef Powerski cho'larimizni olamiz. Hop. Ana unda boshladi. Perchatkalarimizni kiyib oldi, takoy akkuratni yeb oldi. Endi bashi tezlashish kerak, chunki уже vaqt yo'qotdik. Hop, tovuqimizni kesib oldik, akkuratni endi chetga olamiz edi. Keyin sekin sousimizga o'tamiz. Takoy sekretniy sousim bor. Prям restoranning club sandwichiga teng kela olmaydi. Mazasidan vashi bomba. Hop, idishimizni olamiz. Ozgina takoy barbekyu ketchupimiz bor. Bu endi mayonezimizga o'tamiz. Hop, mayonezimizni sovib olamiz. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi pomidor bodringimizni kesib olamiz. Endi bodringimizni takoy qilib kesib. Va chef ko'rasizmi? Zo'risiz. Endi akkuratni bundoq qilib kesib olamiz. Pomidorimizni yupqa qilib kesib olamiz. Endi tovuqimizni marinovka qilamiz. Vaqtimiz o'sha qolmayapti, tezlashish kerak konkretni. Lekin meni bitta sekretniy marinovka usulim bor. Unda qilsam, restoranning marinovkasi unga vash teng kela olmaydi. Eng asosiy ingredient bu yogurt bo'ladi. Orqasidan любой ziravorlarni sovurasizlar, o'zingizlarning tamiliga qarab. Fuchun qilib pripravlarni sovib olamiz. Tezlashishim kerak. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Tovuqni marinovka qilib oldik takoy qilib, endi oshxonaga o'tishimiz kerak. Endi buni pishiramiz skоворodkada. Montajyor ishini qilib. Hop, mana oshxonada ham bo'lib oldik. Tovuqlarimiz o'tdi. Endi gaz yoqamiz. Yog'imizni solib olamiz. Kichkina baklashga yo'q ekan, hostiga cho'tki fin ko'rsatdim, qarang. Faqat lekin qaytarmaylar uyda. O'xshamasa 5 litrli yog'ga tushaman. Konditsi. Ya uka chiqyording. Qaytarmaylar. Tinchgina bundoq qo'yamiz. Tinchgina, bo'lmasa hozir oshxona tirik qolmaydi bizdan. Voy, to'kib, va ashshi zo'r bo'laman, nima bor? Sizlar ham shunaqa tayyorlaysizlarmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Hop, yog'imizni qizib olsin ozgina. Yog' bizga cho't sakrashni boshladi. Men bo'ldim deb. Hop, hozir eng ответственный moment. Hozir tovuqni solaman. Qochishga ulgurishim kerak. Voy dalli. Vo! O'xshoq. Hammasi nazoratim ostida. Hammasi meni nazoratim ostida. Voy dalli, nima qildim? Hammasi nazoratim ostida. Orqaga yo'liyor. Akkuratni qo'yamiz, mayli. Vahima qilmaymiz. Ay! Отлично. Mayli, eng asosiysi hammasi plan bo'yicha ketyapti. Tovuqlarimiz sekin-sekin pishyapti. Tovuqlarimizni ham takoy qilib pishirib oldik.
video olib esdan chiqib ketibdi, aytib bermaysizlar. Endi shu skоворodkada tosterlarimizni qizartirib yuboramiz. Ozgina qizargandan keyin o'girib yog'ini pishirib olamiz. Hamma masalliqlarni tayyorlab oldik, takoy yig'ib oldik. Endi sekin ketma-ketlikda klab sendvichimizni yig'amiz. Eng birinchi bo'lib sousimizni solishdan boshlaymiz. Keyin ketidan tovuqlarimizni solib olamiz. Vo, ishtaham ochib turibdi tovuqlarimiz. Ozgina salat barigini ham qo'shib yuboramiz. Ustiga ikkinchi nonni solamiz. Ustiga yana sous qilamiz. Bodringlarimizni bittalab akkuratni qo'yib chiqamiz. Orqasidan pomidorlarimizni ham qo'yib chiqamiz. Yana ozgina sous ham qo'shamiz. Eng asosiysi tovuqlarimiz esdan chiqib ketmasin. Hop, qo'yamiz. Hop, qo'yamiz. Oxirida sirni ham qo'yib yuboramiz. Yana ozgina sous qo'shib yuborsak ko'plik qilmaydi. Fedapimizni ham kelgan joyda davning-davni bizdan kustiruvdi. Ha, to'g'ri eshitdinglar. Restoran vohili olib kelib qo'ydi. 20 minutda olib keldi. Aman esa o'zim 30 minutda tayyorlab bo'ldim. Tezlik bo'yicha restoranga birinchi o'rin bersa bo'ladi. Hop, mana sousi klab o'zini olamiz. Ikkala klab sendvichimiz ham tayyor bo'ldi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Конечно, men o'zim tayyorlaganim takoy добрый chiqqan. Fedapdan zakaz qilingani oddiy fast fooddagi sotiladigan klablar. Xo'p, vid bo'yicha baho beradigan bo'lsak, Fedap birinchi o'rinni oladi, chunki meniki sal nora turibdi. No, vashshe добрый qilinganlik. Объеми bo'yicha, вес bo'yicha meniki konkretni birinchi o'rinni oladi. Endi mazasini ko'ramiz. Birinchi o'rin Fedapdan boshlaylik. Yaxshi? Zo'r. So'li bor. Tovuq, salatni list. O'zini sousi bor. Mayonez emas menimcha. Hop, endi o'zim uyda tayyorlagan klab sendvich yeyingiz. Bu boshqa tema. Mana qaranglar. No, ikkitasini solishtirganda-chi, voy, buni qaranglar ko'pligini. Ana shunga. Bu уже вообще boshqa klab. Вообще boshqa. Уже boshqacha maza. Boshqacha marinovka. Hop, narxiga keladigan bo'lsa, bu klab sendvichimizni souslari bilan, dastavkalari bilan hammasi общий 51 ming so'm bo'ldi. Men tayyorlagan klab sendvich plus minus 60 ming 70 mingga tushyapti. No lekin, no taraf bor. Agar hamma ingrediyentlarni qo'shib tayyorlasak, 3 ta klab sendvich chiqadi. Minimum, maksimum 4 ta chiqadi. Уже tushunyapsizlar, to'g'rimi? Почти bir xil narxi. No, sizga yana plus 3 ta klab sendvich tayyorlasangiz bo'ladi. Va shu men bilmadim. Kommentariyada yozib ketinglar. Sizlar qaysi birini olgan bo'lardingiz yoki qaysi biri выгодныйroqligi. Fedapdan bu qattamda zakaz qilganmi yoki uyda tayyorlaganmi? Обязательно yozib ketinglar, hammasini fikrini o'qib chiqaman. Meni fikrim o'zim tayyorlaganim juda ham mazali va arzon, lekin har doim ham uyda tayyorlash yoqmaydi. Sizlar esa o'z fikringizni izohlarda yozib ketinglar va keyingi videolarimizda qaysi ovqat tayyorlab solishtiringlar. Eng ko'p like yig'gan kommentni topib o'shani tayyorlaymiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Akbar Pamil Choy kanalida edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.